Mana shu ko'rib turgan tayyor qurib bitkazilgan xonadonimizni boshqa uylarimizdan bitta narsasidan ajralib turadi. U bo'lsa ham shu xonadonimiz tagi to'liq jiloy podval qilib qurib bitkazilgan. Videosini ko'ramiz. Qani ketdik. Bu uyimizning to'liq lokatsiyasi Yangi Toshmiydan 3,5 kilometr Oltintepa mahallasida joylashgan. Yana eng qiziq joyi ichimlik suvi doimiy liniyada joylashgan bo'ladi. Yana ham to'liq ma'lumot olish uchun raqamlarga bog'laninglar. Omon bo'linglar.